2014 yılı 7 ayının 28 günü Yakende yüz bergen erişki qırğınçılığının o yıllıqı münasebeti bilen Dünya Uyghur Kurultayı ve Uyghur Hareketi qatarlıq təşkilatlar bayanat elan qılıp, Xitay hökumətini vaqada öldürülgen ve gayib qilib etilgenlerge ait təfsilatlarını aşkarlaşqı çaqırdı. Ayni çağda Xitay qurallı qismlari zamonaviy qurallar bilan Yakanning erişki ve Hangdi yezlarida qirg'inchilik elib borgan edi. Radyomuzning shu chaqdagi aniqlashtirishga asoslanganda 2014 yılı 7 ayının 28 günü Ramazanning oxirgi kunlarining birida shu joydagi ayollar bir uyga yig'ilib tunak kechasi o'tkazgan. Uningdan xabar topgan Xitoy qurolli saqchilari uyga bostirib kirib, ayollarni o'q tutgan. O'lguvchilarning erlari va oila tovabatlari jasadlarni ko'tarib, saqchixonaga berib, bu vaqtda javob berishni talab qilganda, saqchilar ularga o'q chiqargan. Natijada yurt xalqi qo'zg'alib namoyish qilgan. Xitoy hukumati bo'lsa bu namoyishga saqchi, armiya, Brunvik, Tikuchar, hatta odamsiz uchiqlar orqali javob qaytarib, Erishqo, Hangdi, Dongbog, Qo'sh-Eriq qatorliq yezlarda keng ko'lamli qirg'inchilik ilib borgan. Dünya Uyghur Kurultayı mazkur voqeaning 10 yillik munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida Yakan qirg'inchiligi 2009 yılı 5 yıl Urumchi qirg'inchiligidan keyingi eng ajallik voqea deb ko'rsatgan. Dünya Uyghur Kurultayı bayonotida yana mundaq degan. Dünya Uyghur Kurultayı xalqaro jamoatga shundoq xitob qiladi-ki, Xitoy hukumati bu qirg'inchilikda o'lib ketgan va yo'qolib ketganlarning izdirkini, oqibatining nim bo'lganligini, ularning oila tovabatlariga, Uyg'ur xalqiga darhol oshkorlashi kerak. Uyghur Hareketi Təşkilatı başlığı Roshan Abbas xanım bu vaqtdagi bayonotida voqeada hayotidan ayrilgan va ziyonkashlikka uchirg'ishlarni eslash bilan birga xalqaro jamiyatni Uyg'urlarga to'xtamay yuz berayotgan bundaq vəsiliklar oldida sukut qilmaslikka da'vat qilgan. Xitoy hukumati ayni chaqda bu qirg'inchilikqa 59 atalmış isyonchi, 39 fuqaro bo'lib jami 96 Uyg'urning o'lganligi va 250 dan ko'p odamning tutqun qilinganligini xabar qilgan.